Assalomu alaykum obunachilar, hammalarga xayrli kun. Mana bugun Ramazon oyimizning 2-kuni. Men sizlarga badanga muvofiq bugun bosh masajini ko'rsatib beraman. Bosh masajimizni eslatib o'taman. Qon bosimi yuqori bo'lgan vaqtda va tana harorati 35 dan yuqori bo'lgan vaqtda mumkin emas. Agar qon bosimi yuqori bo'lgandan keyin tushgan holatda boshimizning o'rama qismi, ya'ni markazdan pastga qarab yo'naltirib harakat qilinadi. Qo'llarimizning tirnoqlari olingan, toza va qo'limizning 5 barmog'ini palichka qismi bilan ishlaymiz. Birinchi usulimiz sochlarni qirg'izamiz, bemalol qo'yaveramiz va harakatlari pastga, ya'ni qo'l harakatingiz xuddiki spiralsimon qilib yurganga o'xshab harakat qilinadi. E'tibor beraylik, qo'limizning harakati hamma joyga tushishi kerak, bosh qismimizning. Va eng yaxshi bizga eng markazlashgan asab tizimlarimizni bittada qo'yib yuboradigan quloq oldi va orqa supralarning yonlari bilan ishlaymiz. Soch tortilmasligi kerak. Va mana agar qon bosimi me'yorda yuradigan insonlar bo'lsa, harakatimiz tepadan va pastga ikki tomonlama yo'nalish ko'ramiz. Qon bosimi bor insonlarda esa o'ramadan pastga yo'naltirib harakat qilamiz. Bu usulni 3 martadan takrorlaganimizdan keyin keyingi usulimiz va bizga eng yaxshi stressdan qo'yib yuboradigan, charchoqdan qo'yib yuboradigan, stress yumshatadigan usul peshona qismidan ikkita barmog'imizni, ya'ni ikkita qo'limizdan pastga qilib harakat qilib yuramiz. 3-4 degan sekund oralig'ida pastga qilinib, qulog'imizning o'rta qismigacha olib kelamiz. Va mana shu yo'nalish harakatni yana tepaga qilsak bo'ladi. Bu harakatdan 3-4 martadan takrorlaymiz. Keyingi etapimiz обязательно qoshlarimizni ustini, yoshligimizda onalarimiz qoshing chiroyli bo'lsa degan uslubda qilib, chimchilab, ezib qo'yamiz, qoshning boshlangan qismi bilan oxirgi qismigacha. Bu harakatimiz ham 2-3 marta takrorlanadi va qoshimizning o'rta qismi, ya'ni bizning eng internetni yaxshi tochkalarimizdan biri o'rta qismimizni aylanma harakatlar bilan qilinib, oxirida nuqtali bosamiz. Bu bosimimizdan keyin qoshimizning boshlang'ich nuqtasi bitta bosim, o'rta qismi, ya'ni ko'tarilib qalin bo'lgan joyimiz ikkinchi qism va tugash qismi 3-qism bosiladi. Bosilganimizdan keyin ikkita barmog'imizdan bir vaqtning o'zida qoshimiz tugagan qismidan o'tamiz va shu joyning o'zida soat aylanasi bo'yicha e'tibor bering, faqat sekin yumshoq harakat qilishimiz kerak. Aylanganimizda, ovutgan mijozimizda, ya'ni yoki ota-onalarimizda yoki bo'lmasa turmush o'rtog'imizda o'zligi his qilishadi magnit to'lqinning tarqalayotganini. Bu usulni 7-8 marta qilsangiz bo'ladi. Va yana keyingi usulimiz quloq bilan ishlash. Ba'zi bir masajistlar yoki bo'lmasa masaj sohasiga kirib kelayotgan insonlarni ko'rsam, harakati quloq qolib ketadi bosh masajida. Yo'q, quloqni qo'shishimiz kerak. Quloqni qo'shganimizda birinchi quloqga sirasi o'tib ketmaymiz. Yon atrofidan harakat qilib, hozir men sizga video otganim uchun o'tirg'izib olaman va bu olayotgan mijozimiz video uchun tik o'tiribdilar, lekin agar qilayotgan mijozingizga bemalol qulay muxtayaratib, orqa tomonlarga podoshka qo'yib qilsangiz, unga yana ham zo'r, stressni juda ham yengil qiladi. Sizlarga videoga yaxshi tushishligi uchun bularga o'tirg'izishlarni shunaqa pozitsiya yaratib qo'ydik. Shu usulimizda ikkita qo'limiz bilan quloqning yoni bilan aylana qilib tushamiz. Quloqimizning orqasida limfa tuguni bor, tashqi yuzasi qattiqroq, orqa yuzasi faqatgina teri bilan tanishib o'tib ketilinadi. Orqa yuzasini qattiq bosib qo'yishimiz kerak emas. Va endi quloq bilan tanishganimizdan keyin quloq uchini xuddiki qismon qilib, qisib, pastga, tepaga qilib harakat qilamiz. Va keyingi bosishimiz quloqning pastki yuzasi, o'rta yuzasi va tepa yuzasi bosilinadi. Bu harakatimiz o'tgandan keyin ikkita quloq bilan ham xuddi shunaqa ishlatiladi va qo'limiz kirilgan holatda sochlar qo'yib yuborilib, boshni oldingi kompyuter mashinkalarida terganga o'xshab ishlatiladi. Sizlarga tushunarli bo'lishligi uchun boshning yuzasi bo'ylab qoqaman, lekin sizlar ayol kishilar bo'lsa, soch qo'yib yuborib, soch ichidan qoqasizlar. Men sizlarga tushunarli bo'lish uchun tashqari tomondan qoqib beraman. Bu hamma quloqlarning ustiga, bo'yin sohasiga, bosh qismining orqalariga tushishi kerak. Bu masajni oynaga qarab o'zingiz qilishingiz ham mumkin, juda ham oson. Faqatgina qon bosimi va o'sha tana harorati yoki bo'lmasam qaysi kasallikning o'tkir periodi mumkin emas.
va sochimizni orqa taraganimizdan keyin o'zimiz tomonga qarama-qarshi yuzasi bilan qoqamiz. Qo'lingiz kaft yuzasi ko'zga tushib qolishi kerak emas, peshona qismiga tushadi. Va endi qo'limizni kirgizamiz, qo'yib yubordik. Bir-biriga qarama-qarshi yuzasidan bosilinadi. Keyingi qarama-qarshi usuli peshona qismiga tushiryapti. Qoshga emas, tepaga emas, peshonaga. Keyingi yuzasi S1dan S7gacha, ya'ni bo'yin qismidan qo'lingizdan paypaslaganingizda sochingiz kam bo'lgan qismiga keyingi yuzam tushadi. Men hozir sizlarga tushunarli bo'lishi uchun soch ustidan, lekin soch ichidan kirgizish kerak. Bosilinadi, qarama-qarshi harakat. Bu usulni ham 3-4 marta takrorlaysiz. Keyingi usulimiz bevosita soch ildizlarini mustahkamlab, kosmetik masajlarda ko'p qo'llaniladigan soch ildizini mustahkamlash uchun sochlarni siqib tortish. Soch ushisiz, siqasiz. Soch ushisiz, siqasiz. Bu usulni har kuni xo'jayiningizga, qaynonangizga, farzandlaringizga ham qilsangiz bo'ladi. Faqatgina 1 yoshgacha bo'lgan bolalarda qilish ehtimoli juda ham kam va bu faqat shifokor tomonidan tavsiya qilingan holatlarda bosh masaji qilinadi. Shu usuldan tortib va oxirida mana bu chakka qismimizni sog'as silikasi bo'lib aylantirilib tugatilinadi. Bosh masajini iloji boricha kechki seanslarda olgan ma'qul. Bu holatdan keyin masajdan keyin inson dam olsa, stresslarini qo'yib olib, yana ham zo'r natijaga erishishga muvaffaq bo'linadi. Hammangizga xayrli kun. Keyingi videolarda qaysi nimani olib chiqishimizni kommentariyada yozib qoldiring.